bola qizda ko'ngli bor, ota-onaga aytdi, tushuntirdi. Ota-ona buni to'g'ri tushundi, samimiy qabul qildi. Boruvdi, ota-onalar baribir tajribaga egada, yaxshi yomonni farqiga boradi. Ertadan keyin o'sha qizni olib bersa, sizni tajribasidan kelib chiqib turib, sizga munosibmi, munosib emasligini tajribasidan biladi. Bordi, munosib emas ekan. Ota-ona nima deydi? Farzandiga o'tkazadi. O'g'lim, farzandim o'tiring. Yaxshi, ko'nglingiz bor ekan, qiz yaxshi, yomon emas. Biz qizni ko'rdik, baribir tanimaymiz, oldinda bir narsa deyish qiyin. Lekin ko'p ham bizga tushmayapti, to'g'ri kelmayapti deb, to'g'ri kelmagan tomonlarini bolaga ochiq-oydin ota-ona aytish kerak. Yaxshi-yu, lekin bizga shu jihatlar to'g'ri kelmayapti-da. Sizni ko'nglingiz bo'lsa olib berishimiz mumkin. Ertadan keyin mabodo bir hamma hayotda ham past va balandda bo'ladi. O'sha past baland bo'lganda qanaqadir bir oilaviy kelishmovchiliklar kelib qolsa, siz qiynalsangiz, biz vijdonimiz masalan qabul qila olmaydi. Shuning uchun bizga sal to'g'ri kelmaydiganga o'xshayapti-da deb, uni chiroyli tushuntirish kerak bo'ladi. Baribir qadriyat nuqtai nazaridan istorani qilib, o'sha natijasiga qarab turib, keyin ish qilish kerak bo'ladi. O'zi natija ham o'shanga qarab bo'ladi o'zi.